Do'stlar, mana bugun 21-noyabr, men uydan birinchi kun deb chiqib ketyapman. Mana shu to'pni butun dunyoga mashhur qilaman. 10 ta davlatga borib, eng mashhur insonlarning oldiga borib dastxat qo'yib, shu o'zimni talantimni butun dunyoga tanish uchun yo'lga chiqyapman. Endi ko'pchilik ba'zilar har xil ma'noda gapirib, nima qilasan u deyapti, ehson temada ishla, shuncha odaming bor deyapti. Aka, keling-da mana. Akam ishlatamizmi? Mana shuni men radnoy akam bo'ladi. To'g'risi qaranglar, shu akam birinchi guruh nogironi. To'g'risi aytmasam bo'lmaydi. Ko'pchilik har xil gaplar qilyapti. Birinchi o'zimnikini yaxshi qilsam, keyin boshqalarga qo'l cho'zsam bo'ladi. To'g'risi, men akam hali uylanmagan, 98-yil. Oilam uchun endi harakat qilish kerak. Yoshligida akam shu yuragi urmay qolib, keyin yana qaytadan urib ketgan. Alloh qaytarib bergan. Gapiradi. Do'stlar, deb do'stlar. Yaxshimisizlar? Yaxshimisizlarmi? Mana do'stlar, Alloh hammani ko'rib turibdi. Niyatingiz pok bo'lsa, menga bo'lgan nima niyatingiz bo'lsa yaxshi qilavering, Alloh sizga ham beradi. Oddiylikda mana uyda mehmonlar kelgan, ko'ryapsizlar mana. Hozir uydan duo olib chiqib ketyapman. Endi mayli, yaxshilik qilaman odamlar. Mana yaxshilik qilish uchun men karta qo'yaman do'stlar. Mana bitta emas, 4 ta karta oldim. Kim nima desa deyorsin do'stlar, men karta qo'yib, mana uydan 1 so'msiz ota-onamni qiynamagan holda yo'lga chiqib ketyapman. Birinchi kun deb, mana 21-noyabr. Xullas do'stlar, ko'pchilik aytayapti-ku, qiynalganlarga yordam ber, unaqa qilib nima qilasan, mashhurlar bilan ko'rishib nima qilasan deyapti. Do'stlar, men oilam uchun harakat qilib, shu akam uchun. Alloh qaytarib bergan shu akamni yoshligida yuragi urmay qolib 5 minutdan keyin qayta tirilib ketgan. Endi mana ko'ryapsizlar, ozgina davolanish kerak akam. Ko'pchilik pul tashlayman, sizga ataganim bor. Yo'lda sizni tomosha qilib ozgina jizzayotgan yuragim. Shu sababli karta tashlayman, pul tashlayman deyapti-ku. Qancha odam pardesha qilsa reklama olib ketaman endi. Shuncha men Allohning yo'lida niyatim buzilmasin deb reklama olmay ketdim. Endi mana Alloh berdi. Alloh har doim ham bera olmaydi do'stlar. Harakat qilib bu kelganda ushlab qolish kerak.